İmran. Ture, mektep geçişten. Dada tutup durun abi 5 minut yetip olay. Yılım 3 gün oldu bizim uçta uxlap kılma. Apam yok, memnun uxlap kaptım ha. Bula kopa içtikler. Ben mağdım hazır ha. Komşu memnun keçikime. Bula tuz bula. Maqul dada. O'qituvchim ekan-ku. Buni atgan uxlab qoldim 3 kun bo'ldi. Kechga. Qanday qilaman endi? Voy, madam. Hamma uyda azroq. Ya ma'lum. Nima? Ya ma'lum opam. Maq bo'ldi. Ma'zur yo'llab beray. Tezroq qo'lqab yotma ya. Ya. Vay. İş tapdım mı o'zimga. Vay. O'chun, ma uyning bulab ketganini. Qachon qibrnimda bu? Opam bo'lgan bo'lsa-ku, uni buni yig'ishtirib, yana pakish turibdi. Hammamda at deganda uxlab qolib, ma'lumni tilanglabmi yurgan ish chiqmaydi. Bu qiyishqandak o'zimning sinf mudir ag'rib qolib. Nereden geldi ama bişem potun bakanım ki kot deganda gap edemga. Aktif tuttu ya onun üstüge. Lekin bu atanamın telefonu bilmeydi. Bu yaxshi ish. Ama mavi kirib qalsa, mayani ko'rib qechib chiqdi xudun chaqchaqamadim. Amal men ash uy tozalaganimni bir tapay juma. Vay, yaxshimisiz? Men siz chaqirgan tozliq ishchisidim. 3300 so'mlik o'yin cheksam hech kim chiqnashmadi. 30-qayga chiqyaptiman men 3300 degan keyin. Yo'q. Hey, bunda kelmaydigandu. Oy, mana. Ha, kiradi. Of. Fikrim yaxshimi? Yaxshimi? Ajab tez qaldingiz. 3300 so'mlik qo'y 3-qavat ekanda? Ya, birini bilmay o'zim ketib qoldim. Shundan deya, to'xtab turing fikrim. Oldi bilan men o'zimni sizga bir tanishtirib aytay. Bo'ldi. Men tozliq ishchisi Pari. Bu xizmatni qilat qilmagan 5 yil bo'ldi. Ta hozirgacha biroq etim munochar inkos kelib boqmadi. Bizning xizmat nishonimiz bo'lsa, mush tomning to'g'risidan boshlab, yerdagi polgacha pakkiz tozlaymiz. Andan keyin tozlagan yerdan siz qat'iy chang to'zan topolmaysiz-ku. Ma shkaflar biza maya to'p qoldimi, ha? Oy. Voy, hadi bu endi Ufkamga qasdan qilmagandim. Qancha pul bu? Men bir to'lab beray. turing. Voy, malim. Opamma? Ha, opam ba malim. Ha, biz uyda. Ha, maqbaqi bo'ldi. Keling ha. Ha, voy, hada bo'ldi, o'ngishimizing bo'ldi. Ha, voy bu uylan tozlig'ingizmi pul bergan tursam sizga. Lekin hada shu azroq bir kichik hajdan bati, unasizmi? Nima ishdi ukam? Ha, qani o'tab deyishlar? Ha, o'tiring, qani. Patdingiz ya? Patdi-mi? Keling, ana, yegash o'tiring. Mayli, qaniysiz mayli. Lekin endi menda gap edi. Men bir to'liq o'tirib maktab o'qib o'tsa, o'zingiz ko'rdingiz, uyda opam yo'qmi, 2 kun yog'zi, maktab kechikib qolib beryapman ha. Shunga u ma'lumim bunda qilsam qanday bo'ldi? Oliy maktab imtihonini qanday bersa, bu ta'sir etmamda imtihonlarga deb bir monch qaqshab ketdi, uyga kelib ziyorat qilma deydi. Shunga o'zingiz ko'rdingiz, uyda ota-onam yo'q. Shu endi azroq yordam qilamki degandim. Xijillab shu qanday ig'iz etishimni bilmayapman. Voy ukam, men tushundim. Bunun xijilop diyemdek nimisi var?
Bu asli mındaq işdi. Siz udan neçə gün uxlab qılıb məktəb keçib bardınız. Şunun bilan müəlliminiz bu sizin qılmışınızdan ali məktəb imtahanına təsir yetkizəmisin deyə ma öyge ata-ananız bilan söhbətləşkili gəlməkçi. Hə, doğru. Lekin bugün ata-ananız öydə yox. Birdən dikili müəlliminiz keldi. Dal şunda da tip vapsiz. Qancha dikildi ki? Bu yana bir yarım saat chiqib qolam ki. Na xatırcam oturafqa men bağlankin. Yarım saat içində öyünüzün tozlab par qıyıtım. Voy hadi. Bu xata tushunayapsiz. Men bu sizlar bu o'yin tozalab par qilayotgan demadim. Şu apamning rolini olib beram ki degandim. Çaqchaq qatlamsiz yafqa. Bu degan aldamchilik kirdi. Uning ustiga men degan yap besh tursam apangizning roliga tushmay qolamanmi-ki? Voy yada. Ve şey tushsiz. Ma badaningizni apamning roli emas, cho'ng apamning roliga tushsiz. Ötafqam. Voy hadi. Hadi. Qalamayman men. Qalamayman men. Jirmada unda qilma. Bir hadi unda qilma jirmada. Voy ufqa. Jirmada bir qo'yala qulamni. Jirmada unda qilma. Bir adam qilma jirmada. Ha. Aynen ishga çok yordam qilamansiz. Chiqavering hadi, hech nima bo'lmaydi. Chiqavering. Mana, ash ishdan chiqib qolib qolsangiz, ha. Ustingizda az qilmay. Ufqam, siz arz qilib nima ishlar qila oladingiz? Hech bo'lmaganda menga apangizning rolini qanday oldig'inimni deb berasiz, sevimlik o'g'lim. Ha, bo'ladi. Ha, mana kap o'tiring. Suyimlik appa, men hozir yutib qo'yay. O'tiring. Ha. Mana. O'choq qarab. 5 yildan buyon mening ustimdan biror qitim arz shikoyat bo'lib baxmagan emasmi o'g'lim? Lekin siz ko'p rahmat. Manda gapdan men mening hozirgi vaqtliq sinf mudirim. Men ota-onamni qattiq ko'rib baxmagan. Shunga helikap qanday savol sorsangiz qo'rqma javob beravering, qalayim qat. Men sizga manda yordam qilib pasport bermay. Agar bir chatoq chiqib qolsa-chi? Voy chatoq chiqmaydi. Men bayat qanday chatoq chiqdi? Ya, bu lekin siz bu muallim kilakamdan chatoq chiqib qolsa deb yursangiz, bunda kiyinib olsangiz aniq chatoq chiqdi-da. Cho'pini sevitda undan bo'lsa. Apla, voy sen bana kiyiveringa bo'ldi, kiyiveringa. O selvitinga bo'ldi. Hujurlarda bu apamning kiyimlari va qaysi pas shuni kiyiveringa? Ufqam tatding mani. Mana o'cho bu. Tatdingmi? O'cho bu. Rambo ekansiz qo'y. Rahmat. Unda bo'lsa, oldi bilan men uylarni pakkis tozlaytay. Voy ya bo'l, o'zim yig'ishtirib olsam bo'ldi, sizlar kiyim almashtirib bilan ma'lum kiylar deb qoldi. Mening uy kelishimdagi birinchi vazifam uy tozalash. Agar o'zingiz tozalab olgan ishlab qilib qolsa, bolam men qaytay. Qaytamsiz? Bo'lapti, uningga mayli. Unda asma jozning tepini addiygina bir yig'ishtiraytlar. Qag'indan ma'lum ketgandan keyin. Ha, ma'qul. Tan qilay. Men maqsad sayan qilay. Ha bo'ldi ham deb. Kiyimozni ham tushirlang. Voy, yo'q, tugimida oshxonadan tozalab qo'yib. Voy, jirmada o'tinib ketyapti. Ili qilsak bo'lam, ma'lum vaqt kap bo'lib qoldi. Men kiyimozni yangi tushirlang. Hadi, ayni keldi. Nima dedim? Mana men tushtirgan meni. Apla, gaz bo'lonjima? Merhamet. Yaxshimi? Ha. Shundan 3 nomerni qo'yasiz, 303 keldiqda. Ha, shu jiddiylish birini jiqpes yutib qolibdi, men xafaman. Ha, qani o'tiring. O'tiring, ha. O'tiring mana. Rasman sana kelgandim. Ha, u nima ovorib yurgansiz Voy, mana? unda nima emasdan ma'lumot tursa, azroq ko'nglim. Nima bu? Bu qarasna oliy maktab imtihonining foydasi va materiallar. Kunda bir varaq tashlaysiz. Maqbul, bildim. Uyda cho'nglar yo'q-ku. Opam bor deganda. Cho'nglar? Cho'nglar ma'lum baba tutib turmay hozir chaqirib chiqay cho'nglarni. Ya, apa? Apa ma'lum keldi, apa? Apa? Bu mening kimim kelyapsiz buni? Ufqam, chiroyli ufqam, opangiz shu esxo'ga. Sizni oram patdi. Ha, bu men bildim. Ya, mana ma'lum apam. Mana. Ha, ma'lum. Ham tanishtirib o'tay. Bu yoq mening apam. Ha, apa. Bu yoq mening ma'lumim. Yaxshimisiz? 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 Ma'lum o'tiring.
Men sal jiddiyleşip qolmadim balam. Ya, ciddileşme. Siz mi oturun? Ulan. Yaxshimisiz? Men Imronniki vaqtli sinf mas'uli Dilnur Ma'lumulman. Yaxshimisiz. Men Imronning vaqtliq, men Imronning opisi Parvana. Men Imronniki arxivni ko'rgan vaqtida dadasining ismi Davud, opasining ismi Farida ekan tiqo. Ha, to'g'ri shu. Men Farida. To'liq ismim Farida Davud. Familiyangiz Davud ekanda. Ha, bu ancha muhim emas. Pochoq yangam ma'lum. Voy, rahmat. Voy, qo'yib qo'ydingizmi? Bek ta'm yaxshimi? Ochiqi bek yaxshi yanga. Rahmat. Bo'ldi, ilerak esi bo'ldi. Ma'lum boshlaverli. Ma'qul. Bir ish chiqadigandak lo'g'o. Hech qanday ish chiqmaydi, jim o'tirib, jiddiyleşib. Anisa men suhbatni boshlab beray. Men qarab boqay. Munda gap. Bir necha kun bo'lib qoldi. Imron uxlab qolyapti va yoki boshqa ish bo'ldimi bilmadim. Kunda kechikiblik qilyapti. Yantoq sinib uxlab qolyapti. Sizning xabaringiz bormi? Javob bergan ma'lumning savoliga. Ha. Qals. Yaxshi. Bek to'g'ri gap qildingiz ma'lum. Siz mening gapim tushunmayapsiz. Nima men da'vatime balangiz kunda kechikib kelyapti. Yantoq sinib uxlab qolyapti. Savodoshlarning orasidami yaxshi bo'lmagan ta'sirlarni qoldirdi da'vatime. Ha, ta'sir deganingizmi to'g'ri. Meni bu o'g'limcha boshqalarga ta'sir qoldirishga pek usta. Voy, opa, nima deyotgansiz? Kechirim so'rash kerak. Oy abla. Ha, isat bo'ldim ma'lum. Kechiring. Ovorchilik terib beribdik sizga. Ya bu bek cho'ng ovorchilik hisoblanmaydi, lekin men o'ylayman oiladagilarning bolalarga bir mas'ul bo'lishni umid qilamiz. Men anglasam siz oilada xizmat qilayotgansiz shunami? Ha? Unda sizning temdan chatnab kelsam so'rab boqay. Siz nima xizmat qilasiz? Temdan chatnab ketmaydi ma'lum. Asta. Bu satoldi-ya. Bu endi mening boshqa maqsadim yo'q. Shu men faqat bilib boqsam. Siz odatda xizmat aldirish ishlamsiz. Imronniki uyg'unish olsun, turmushdagi ishlar olsun, siz qandaq ko'ngil bilsiz, qandaq usul orqali hal qilasiz, qandaq tarbiya qilasiz, men shuni bilib boqmoqchidim. Siz demakchi o'g'lingizni qanday tarbiyalaysiz Ha, demakchimi? to'g'ri. Ha. Hey. Endi bunun kelsak, men shu o'g'limga qalam ushlab berma. Detallarni qoplab berma. Endi bu to'g'ri qilsam gap jiq ma'lum. Damalliqimda so'rsangiz, to'zani deyishimni qalmay qoldim. Ma'lum, meni opam ancha qilmaydi-ku. Ha, rostaydi. Pochoq yana ma'lum. Hozir qanday asosiy masalalar mush masalalarga qog'alarim, o'shoq masalalarga meni qarab boqay-ya. Opla, telefon gap qoldi, satoldi, men evolay-ya. Satoldi. Voy, yaxshimi? Nima aytib deyman? Jenim ochib, unda qilma. Ufkam, men endi qilmayman mana Jenim shuni. ochib qilmasangiz men sizga pul beray. Men pul beray, Men beray Ufkam, pulni men beray. Jenim ochib, men sizga o'tiring, unda qilmagan jenim ochib, o'tiring, jenim ochib. Mama, pochoq yap. Ufkam, men kayfiyatim portlab chiqdi deyapti meni. Bak, yesiz kayfiyatingiz portlamaydi. Men qilmayman Ufkam, Ufkam, unda qilmasangiz olmaydi. Dadam telefon uribdi-ku. Men gidaman. Men gidaman. Kesin olmaydi. Jenim ochib, dadam telefon. Men gidaman. Qanday qilma? Ustingizda aziz qilma, jib tur. Mana? Jib tur. Birdan o'tirib tur, hozir ish qilma. Qanday qilaman? Aytdi-da. Ay, Murat, nima qilyapsan? Men uyda da. Sen maktab boribdingmi? Ya, ma'lum kelibdi. Voy, yodida. Ma'lum kelgan. Sen uxlab qilib, ma'lum izlab ketdi-da. Men hozirla boray. Bir narsa unutib qolib kelma, shu qadar ma'lum bilan ko'rishdik. Ya, jenimda da kammisiniz bo'ldi. O'zim hal qila olmayman. Uf. O'zim topgan balog'i nagore davog'i mushida chataqdan cho'ng chiqadigan bo'ldi endi. Voy.
Qanday qilaman? Ufqam. Dadam kelimi deydigan. İmran. Malım keldiğinde nima ish baldırak mı deb qo'ymaysiz deymi? Bu kim o? Malım ketdi mi? Bu bizden. Tushundim. Bu tantarbiya malum ekan-da. Siz bilan kurashganimdan intani xushalman. Qani o'rtag'ash turing. Men uyga kirib materialni ichib qolay. Undan keyin aldirmay paranglashaylar. Qani o'rtag'ash turing. Dada bu. Cilmede. Endi bo'ldi qiling ha. Bir rolni aplamatqanda ishkidan rolni demoqchim ha. Qilmayman. Dadingiz deyman. Dadingiz deyman. Dadam hazırlap çıktı öyle. Voy, malum. Qo'pamsiz go. O'tirma, paranglashamiz. Qani keling, O'tiring. Keling, o'tiring. Ey. Bu malum kelsa bu choymi qo'ymabsan go? İçmeyme diyen dedi şu an. Ishtag'mi? Malum. Qaraganda malum tantarbiyani bek yaxshi ko'rdikansizda, ha? Imronningmi sizniki o'xshash bir tokiyim vaqirang. Sizni to'rab olibdi-kanda. Shu hiliqi biz oldi bilan bolaning tarbiyasi to'g'risida azroq paranglashaylik. Ha, bo'ldi. Bu qatimqi sizniki oila ziyoratingizniki asosli maqsadini dema, malum. Asosliq maqsadi Söhbətimiz hazır rəsmi başlandı. Ha? Başlayın. Məktəbdə İmran münasibətlik azraq məsələ mövcud aka. Məsələ? Məktəbdə sinifdə Uxlab qalgan. Hə, to'g'ri, uxlab qoldi qaran. Mush partini karvatga olaylik deb qoldi bu. Bu qilmishi maktabda ancha yaxshi bo'lmagan ta'sir qo'zg'ab qo'ydi-chi. Uxlab? Ey, maktabda yaxshi o'qimay, partini karvat qilib uxlab yotqidek bo'lib ketdingmi? Ha, tantarbiya darsda. Tanamaysa, iqro qilmaysa taqa. Yili ko'gil qilib. Yo'q bu. Aqani ma'lum. Oxirini so'z davrim. Aka, sizning xizmatingiz bek oldirashma. Bolaga ko'proq vaqt chiqarsangiz-chi deb o'ylab qoldim. Ha, ma'lum. Bu gapni to'g'ri dedingiz. Yaqindan biri shu xizmat misal aldirash bo'lib qoldi. Uning ustiga Imronning opasi doktorxonada bo'lib qoldi. Qaynopam orib qolgan, shundan qarayim deb uyga kelmayapti, danga bir hafta bo'lay deb qoldi. Shu uyda shu Imron bilan ishkali yolg'izlar. Uyning ishi mushtaq qalaymigan. Bugun bir tozaloqchim deb qo'ygandim, uyni bir retlab tozalay deb. Shu tozaloqchi kelib boqchi. Siz kelib qoldingizda, set oldi. Temidan chetlab ketsam-mu bir savol so'ray degan. So'ravring. Yiliq tozliqchi birdamgacha kelamdi ya. Ha, Qancha bo'g'i deyishgan? Shu birdamgacha kelmakchi edi. Bo'ldi. Buga kelmay tursin bo'ldi. Buga kelmay tursin. Atkasin bo'ldi. Asli mening uyimda var ukam. Shu anasi kelib boqchi meniki. Uyni chiroyli tozalab ashni bir qo'sh qildi degan deb. Bo'ldi, keyin kelsin bo'ldi. Aras, uni shu men qo'yga deyishgan. Mundaqda. Mamina ism kartam. Men qo'ymas bo'ldik-a. Bu malum. Ha? Bu nima savol so'rayapsiz? Ha, men buni so'rab nima ish qilmoqchi deganda, endi mushta 1400 qo'y pullarni chiqarib, uy tozliqchi taklif qilgandek bo'lgan yerda ko'proq vaqtinglarni ajratib, Imron jihra xabra bo'lsanglar bo'lmadi demoqchi. Ama gapni to'g'ri dedingiz. Endi ma ishda biz ota-onaning savalligi bor. Ma'lum. Buningda biz ko'p diqqat qilaylik. Qani, davomini so'zlayvering. Endi shu buningdan boshqa masalalarmi bor, hamsi kichik masala endi. Boshqa bo'lmasa, men qaytayapsiz. Ma'lum, qo'rqib chiqasizmi? Hamma ish. Ishnacha bilan. Ma'qul. O'tiring. Abla, bek sat oldu ya. Moyum bir telefon kelib qop, maktabga bir berib kelishim. Imron bu yoq kim bo'ldi? Bu yoq Men Imronning dadasi. Ha, o yaxshimisiz aka. Voy, siz mening ismimni bildikansiz, ha? Albatta bilaman. O'zingiz kim bo'lsiz? Men Imronning vaqtliq sinf mas'uli Dilnur ma'lum bo'lman. Mandadan. Biz Imronningki muallimi Ranagul muallim bilan obdan tanishimiz. Sizni tunji ko'rishim. Qani, keling. Ma'qul. Rahmat aka.
Qani. Shu to'g'ri aka. Ranadan yenilam İmranniki sinf mas'uli bo'laverdim. Ranadan saqsib bo'lib qolganlik sababidan men vaqtliq shu sinf mas'ul bo'lib turdim. Shunga bo'lmasa sizni tunatdik ukam. Bugun har ishkinglar bor ekansizlar, nimda yaxshi? Bek yaxshi bo'pti. Men qaytqash turay. Bu ishqillar tanishamsizlar? Ha, tanishimiz. Hada to'xtab turib. Biz birlikda İmranniki ishini hal qilyapmandik. Sizlar hal qilgach turinglar. Men bu yoqda uzitib qo'yib kiray. Bu yoqni qarama bolni. Opsidan boshlaydigan gap bormi? Opsa? Ha. Voy ukam. Bu yoq sizning maktabda tantarbiya ma'lum-ku. Voy, ya. Ha? Ukam, siz hadi kim bo'lsangiz? Voy men ssenariydagi İmranning opisi. Şu bu yoq men chaqirib aka tozalagan bir adashdi. Shu ma'lum etgan telefon urib turgan to'q. Shuni bu adashga ozroq pul berib shu opamning rolini olib beramki degandi bu. Manda gap adabiyada pulaq qilsalgan turgan ekansan. Bo'ldi. Achchiq qiziqay beradi. Qanday ishlarimiz chiroyli deyishaylik. Bu Ukam, har qanday ishni chiroyli deyishkin oldu. Manda yolg'on gap qilgan odam bilan bog'i chiroyli deyishkini bo'lmaydimi? Shundoq aka. Balna yog'an gaqig'ini rost. Lekin nemish shunday qildi o'ylashmoqdingizmi? Bugun men o'g'lingizning bu uyallig'iga ma'qul deyishimda, hargiz bu o'g'lingizniki menga arz qilma deganlik uchun emas. Rost gap qilsam, uningga bek ishchim mag'rib qoldi. U bek bichorga. O boyda uy kirsam, uyning hamma yerda uşaq yeməklarına axıl to'shib ketibdi. Pulni berib qo'yab, mushta qaringlar bo'lmasa, balalarning turmushi albatta qolayib qolishib ketadi-da. Necha yildan beri men nurg'un uylarni tozalabdim. Bunday ishlarni behchiq ko'rib ketdim. Har qitim ko'rmay yo'q, lekin hech nim deyolmayman. Bugun mush fursatdan foydalanib, yurak so'zimni bir davolay. Aka, balalarning muhtoj bo'layotgani hargiz sizlarning pulinglar emas, ota-onalarning mehri. Hay, bu pul vermisimi? Bo'lmaydi. Bu xato tushunib oldingizmi? Mening opam shu doktorxonaga cho'ng opam qarayman deb kirib ketgan. Shu ota-onam meni tashlab qo'ymadi. Ukam, gapingiz intayin to'g'ri oldu. Amaliyotda biz ota-onalarning jafo chekib, jon ko'ydirib sirtda ishlashimizdagi maqsad mushu balalarimizning kelgusini go'zal qilishdir. Biroq bu İmranning opasining 5-4 kuni yo'qolib ketganiga uyning bunchalar bo'lib ketishini xiyolimga keltirmabdi ukam. Asli menda kenda men salji qo'yib olibdim. Molim, sat bo'ldi kechiring. Aka, sizni kechirayotgan boshqa ish bo'lmasa men qaytaychi. Voy ukam, qo'riqlik qaytasizmi? Yo'q, bo'ldi. Tuturum. Ma. Voy yovkan, bugun men hech qanday ish qilmadim, bu pulni olsam bo'lmaydi. Ya bu ishning puli emas. Men bilan tang rol o'ynagandan puli. E'lon. Istamayanda bo'lsa, rost gap qilsam bu rol menga faqat moskameydi ekan. Haras buningdagi uy tozalagan ishni olib qolsa, meni intiqom olajimi? Ha, bo'ldi. Aras aka, ma bu oy, o'ngshaydigan vaqt bo'lib qoldi. Shunda. Ma'qulimda bo'lsa, ma'qul. Bo'ldi. Voy, mening maykam. Nima? Maykam? Hamro bo'lsin biz